bo'lasan, xizmatkoringizni xotini, o'zim uy ichingizga cho'ri bo'laman boyota. Uyimning cho'risi bo'lma. Bekasi bo'l, bekasi. Seni ko'rdim-u, aqli hushimdan begona bo'ldim. Bunday bo'lsa, shu bugundan boshlab ko'zingizga ko'rinmaslikka harakat qilaman boyota. Hay. Seni endi bir kun ko'rmasam, tiriklik menga harom. Tushunmadim. Davlatim senga qolsin deyman. Xo'p desang, shu bugunoq xonzodani javobini beraman. Ertagayoq Gulbahorni xatini qo'liga tutkazaman. Seni olaman Jamila. O'zi to'ymagan gado nimadan to'yg'azsin? Menga tegsang, yeganing oldingda, yemaganing ketingda xonlarni xotinidek kun ko'rasan. Boyota, bu gapni bir aytingiz boshqa qaytarmang. Men sizni o'sha qarolingizni yaxshi ko'rib tekkanman. Boshimdan zar qo'ysangiz ham men undan ajralmayman. Erimga bevafolik qilmayman. Tentak, baxting ochilgani shuki, men seni sevib qoldim. Menga bunaqa baxtli kerak yo'q. Aftidan qari deb o'ylasam shekilli, endigina yosh, navqiron, qirchillama bo'lgan vaqtim. Jag'ingizni charchatmang boyota. Qani, hali ko'ramiz kim zo'r ekan. Sendagi sevgi bilan vafolarmi yoki mening cho'ntagimdagi oltinlarmi? Mening oltinlarim shunday zabardastki, osmonga chiqsang oyog'ingdan, yerga kirsang qulog'ingdan tortib, meni qo'ynimga olmadek qilib solib qo'yadi. Gapning po'st kallasi shu. Yashang, bravo. Endi bu yerda darish ketadi. Xonzoda. Bekamni olib borib Salimgarga qamab qo'ying qal'aga. Tavbasiga tayanguncha o'sha yerda yashasin. Bobom bilan birga qamang, birga bo'lay u bilan. Unga qaraydigan biror odam kerak-ku. Yoshim bilan Shohjahonning zindoniga suv sepib, sochim bilan suprayin toki umrim boricha. Bir martaba shafqat qiling. Agar padar bo'lsangiz, bir martaba quloq osing fig'onimga, dodimga. Yashang. Hozir men buni uchun bundaroq aytyapman. Mikrofon bilan ertaga ertalab tashkilot chaqirganman. Bir soat ertalab.